Nima hid kelyapti bu supdan? Shu shartmidi aka? Aka, 2,5 million yeb qo'yamiz-ku. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar sog'ingansizlar, men buni bilaman, biz buni his qilganmiz. Albatta, anchadan beri ko'rishmadik va xudo xolisa mana bugun shu yerda ko'rishib turibmiz. Bu galgi kuydirgilar juda ham boshqacha bo'ladi. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Birinchidan, anchadan beri sizlar kuydirgilarni kutgan edinglar. Ikkinchidan, 1 yildan beri iltimos qilib so'ragan. Qaysi restoran aka? Aytmaymiz, o'zingiz topsiz. Basri boboga keldik, kuydirgani ko'ramiz. Haqiqatdan dong'i ketgan turetskiy restoran shunga arzirmikan yoki hammasi PR-mikan? Borib ko'ramiz dedim, уже 2 bo'ldik. Endi bazasini ko'ramiz. Kuydirib ko'ramiz. Aziz aka menga ezagili nasib etdi. Bismillah. Bular yaxshi, lekin nimtatir achchig'i bo'ladi. O'sha narsa yo'q lekin. Til sho'rva. Men juda ko'p yillar oldin bitta turk pishirgan til sho'rvani ichganman. Qani ko'ramiz. Suptachi nimadir, ana g'alati hidi bor. Ezogelin bilasizlarmi nimaga ezogelinligini? Ezo degan gelin bo'lgan, kelin bo'lgan. Ozgina ko'proq blenderda urish kerak edi menimcha. Lekin achchig'i bor aka. Menga bilmayman. Mana achchig'i bor. Aka siz menimcha qattiqni mazasini aytayotgan bo'lsangiz kerak. Supidan deyapman. Ezogelin ko'proq yoqdi. Salatga o'tamiz. Oqda свежий lekin shu zapravkada ozgina ko'proq solish kerak. Sababi mazani yetarli darajada ochib bera olmayapti. Narsalar hammasi svejiy zo'r. Petkalar, zapravka, ya'ni souslar sal kam yo'qotdi. Endi avokadoni tortgandan keyincha avokado yeyish qulay bo'lishi uchun buni kesib berish kerak edi, slice qilib. Avokadosiz ham bu salat menga yoqdi. Buratoni zapravkasini bunga sovg'ashib chekib, bunga ko'proq bo'lib qolgan lekin. Bunga yana bitta qaytgan bo'lardi. Endi tulum salatni buzish juda ham qiyin masala menimcha. Menga rukla achimtir maza beryapti. Oshpaz aybi emas, bu ruklani aybi. Qurd deb atayman. Uni nordonligi bilan sashitasi qilib ketyapti lekin. Ya'ni uyg'unlashib ketyapti. Aziga boshlaylik. Bilasizmi, men ko'p joylarda nimaga lahmajun zakaz qilmayman? Chunki lahmajunning farshidan har doim hid keladi. Lekin bunda unaqa hid yo'q. Mabodo lahmajunni qanaqa yeyishni bilmasanglar, mana lahmajunni bekordan bekor ustiga hamma mana narsalarni qo'yib kelishmaydi. Mana shunaqa yeyish kerak bizda. Lahmajun yaxshi. Sal oldinroq keluvdi, lekin qasiq-qisiq hali ham bor. Bu pide ekan, sebzeli pide. Ichida hamma narsasi bor. Sochni aka. Sochni lekin men bu nachinkasi menga yemadi. Men buni to'g'risi ikkinchi marta zakaz qilmasdim. Men bu chuchvarani yaxshi ko'rib yeyman har doim, lekin bilasizlarmi, bir xilda yumshoqqina chiqadi, bir xilda o'sha qotirib olishadi. Bu gal yumshoqqina chiqibdi lekin. Chuchvara bomba. Qo'shilaman. Endi turk taomlarining qiroli Iskandar yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Lekin hammasi tugasa yaxshi maza beradi. Haqiqatdan Iskandar vkusniy. Ko'p joyda Ali Nozik rostdan nozik qilib kaf qo'shadi go'shini. Bu yerda ko'p ekan lekin. Lekin bizga ham ekan shunaqa. Chunki meni tanishadi yoki bu yerda. Ali Nozik bitta отдельный tema, ishoninglar. Вот. Молодцы bugun. Azizga bilyapsizmi? Shuncha paytdan beri ko'rishyapti, bitta loqa like bosib qo'yishmayapti. Yo'q, mamlasi bosdi, lekin mamlasi hali ham podpiska bosmagan. O'shada Uyalmaysizlarmi? Biz sizlar uchun oshqozonimizni fido qilib mehnat qilyapmiz-ku. Tez like bosasizlar, tez podpiska bosasizlar, ya'ni o'rtog'inglar bor, birinchida turgan, mana shu Basriga yetib kela olmayotgan, o'shanga tashlab qo'yasizlar. Esgancha atmosferani haqiqatan zo'r qilib qo'yishdi. Letka deysizlarmi? Ichkarida muzdekkinami? Oilaviy kelib, nima dedingiz? ayniqsa tashqaridan mikroklimatlar bilan shunaqa shoboda bo'lib turibdi, menga yo'q. Lekin biz ichkarida pishib o'tiramiz, sizlarga ortiqcha ovoz yozilmasligi. Shunaqa. Bo'l, ovqat davom etamiz. Men tushunmadim. Buni qanaqa qilib sochini qilib pishirish mumkin? Mazasi yaxshi lekin. Quruq. Men uchun bu quruq. Qalinligi nisbatan yaxshi. Quruq. Steak toshkentlik. Bu qo'yi variskasi ekan. Oling. Boytamer xijolat bormi? Hamma ovqatni siz to'g'rab, siz kesib beryapsiz. Qo'shnining bolalari sizga o'xshasa xijolat bo'lish kerak. Qolgan payt hammasi yaxshi. Bismillah. Mazali. Boyagi go'shtga qaraganda sochniroq. Menga navbat bu quruqlik qildi rostdan. Bugun go'sht kunimi deyman, bonfile ekan. Men bonfileni yeyman, siz bu ovqatni. Pureli dana qovurma ekan. Yumshoq, lekin sochni emas. Bittimi? Sochni yumshoq. Yeb ko'ring. Voy, men kommentariy bilaman hozir.
gigiyenaga to'g'ri kelmaydi, vilkadan yedirib olsizlar deb biz bir-birimizdan ergamaymiz. Sochni to'g'rimi? Yumshoq. Voy, mana yorib. Og'izda erib ketadi. Aka, menga yarimta tovuq. Aka, menda yana go'sht. Butun go'sht. Zo'r. Tovuq, oddiy tovuq, men hech qanaqa prям wow nimadir ko'rmadim. Mazali, lekin prям tovuq. Shirinroq sousi bor ustida. O'sha takoy ozgina maza beryapti. Aka, deyarli 10-12 kishilik ovqat yedik. 2,5 million shot keldi. Menimcha bu normalniy shot keldi lekin. 10 kishi uchun normal edi. Nima deb o'ylaysizlar? 10-12 kishiga 2,5 million shot normalniymi yo'qmi? Ovqatlarni hammasini yeb ko'rdik, juda ham ko'p ovqat yedik. Bir 80% menga yoqdi. Так что yana kelgan bo'ladi. Menda mana shu 100% desam ham bo'ladi. Menga ma'qul keldi. Orada sal quruqlar chiqdi, u ancha kirmaydi. Biz hali ham video olib yotibmiz sizlar uchun, lekin sizlar na like bosdinglar, na kommentariy yozdinglar, na podpiska bosdinglar. Uyat yo'qmi sizlarda? Ha aka? Yo, hozir mana bosib qo'yishadi, aka qarang. Mana, lekin mana san bosmading hali, tez bos. Keyingi o'ljamizda kim bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, bu yo'ni общий xulosasini o'zligisiga ham qoldiramizmi kommentariyada? Nima deb o'ylaysizlar? Ovqatlarni ko'rdinglar, yoqdi, yoqmadi, qimmat emas, hammasini kommentariyada yozib boringlar. Biz hammasini o'qib boramiz. Va keyingi mo'ljalimiz sizlarga bog'liq. Agar yozmasanglar, biz ham bormay qo'yaveramiz, to'g'rimi aka? Tez yozib qo'ying. Двойной лайк. Стоп, снято.